Xo'p, do'stlar, demak bugun sizlar bilan article o'qib chiqamiz. Xo'p, space mavzusida. Mana bu article topganim, juda ham yaxshi article ekan. Xo'p, demak bu artikelni bizga osonroq, qulayroq bo'lishi uchun hozir men buni Word faylga demak yuklab oldim. Mana bunday qilib, demak osonroq bo'ladi bizga. Va bu demak artikelni linkini demak videoda yoki shu fayl ichida qoldiraman. Demak, why should we explore space? Nima uchun biz space'ni, fazoni o'rganishimiz kerak? What are the benefits for us? Biz uchun benefitlari nima o'zi deyapti, degan savol beryapti. O'zi asli bunday olib qaraganda fazo, demak koinot bu mavzusi demak IELTSda demak keng tarqalgan mavzulardan biri. Listeningda ham, readingda ham, writingda ham va speakingda ham. Hammasi uchun bizga kerakli bo'lgan topic vocabulary'si ham, g'oyalar ham, bizga kerakli ma'lumotlar hammasi shu artikelda berilgan mana. Xo'p, demak bir boshdan o'qib ketaveramiz. Demak, for centuries, demak asrlar davomida, demak humans have been fascinated by. Odamlar fascinated by bo'lgan demoqchi. Odamlar demak hayratga tushgan, hayratlangan demoqchi. Doimgidek mana bunday qilib yozib ketsam, menimcha qulayroq bo'ladi. Demak, to be fe'li bilan keladi odatda. To be fe'li bilan to be fascinated by something. Nimadandir demak ajablanmoq. Shunaqa ma'noda. Ajablanib kelgan mysteries of universe. Koinotda mysteries sirlari degani. Demak, bilsa kerak. Koinot sirlaridan hayratlanib kelgan. Driving us, qarang, driving somebody. Shunaqa so'z bor. Demak, drive somebody degan kimnidir undamoq, majbur qilmoq degan ma'noda keladi. Bizni undab kelyapti yoki o'sha majbur qilyapti degan ma'noda kelyapti. Undamoq yoki demak majbur qilmoq ma'nosida keladi. Demak, bizni majbur qilyapti. Nima qilishga? Venture beyond our planet. Mana venture degan so'zga e'tibor beringlar. Juda ham zo'r so'z. Demak, seek so'z. Venture odatda into qayergadir shunaqa so'z bilan predlog bilan keladi. Bu yerda beyond bilan kelyapti. Venture degani tavakkal qilib sayohat qilish. Demak, risk bo'ladida, risk deb yozaymi, tushunasizlarmi? Risk qilib sayohatga chiqmoq. Demak, odatda fazoga risk qilib chiqiladi-ku, yoki bir qayoqda kemada uzoq bir okeandagi dengizga sayohat qilsa ham bu ham venture hisoblanadi. Demak, sayohat qilishga bizni majbur qilyapti deyapti. Qayerga? Beyond our planet, bizni sayyoramizdan tashqariga, uzoqqa demoqchi. Va explore unknown environments. Va demak, explore qilish, o'rganish, kashf qilish, unknown, noaniq, notanish environmentlarni, ya'ni muhitlarni, joylarni demoqchi. Beyond our solar system, bizni quyosh sistemamizdan tashqarisidagi, u yog'idagi, nariyog'idagi demak joylarni demak kashf qilishga, o'rganishga, sayohat qilishga bizni majbur qilib undab kelyapti. In today's world, bugungi kunda demak bugungi dunyoda question savoli, qanaqa savol? Of why we should embark on. Nima uchun biz embark on qilishimiz kerak? Embark onga ham e'tibor berasizlar. Men belgilab qo'yay yozgan so'zlarimizni. Venture deb yozdik. Drive somebody deb yozdik. Mana ikkinchisi embark on. Demak, embark on degani juda bir muhim topshiriqni boshlamoq degani. Start, misol uchun a project bo'lishi mumkin. Birorta bir proyektni boshlamoq. Odatda muhim bo'ladi. Vital project. Juda bir muhim degani. Demak, nima qilish? Space exploration voyages. Fazoni o'rganish uchun safarlarni boshlashimiz kerak degan savol goes beyond. Bu ham juda ham zo'r so'z. Demak, go beyond degani dan oshib ketadi yoki o'sha curiosity'mizdan ham cheklanib qolmagan degan ma'noda keladi. Nima desa bo'ladi? Xo'p, dan oshib ketmoq yoki bo'lmasa o'sha nimadir bilan cheklanib qolmagan degan ma'noda keladi.
Ya'ni bizda shunchaki curiosity, qiziqishimiz bilan cheklanib qolmagan, buni boshqa tomonlari ham bor demoqchi bu yerda. Curiosity degani bizni qiziqish degani. Qiziqish, yana nima desa bo'ladi curiosity? Ishtiyoq desa bo'ladi. Ishtiyoq. Bizni shunchaki ishtiyoqimiz yoki qiziqishimiz bilan cheklanib qolmagan bu demak bu narsa demoqchi. Ultimately eng asosiysi olib qaraydigan bo'lsak, space exploration is necessity. Bizga zarur narsa, zaruriyat demoqchi. Necessityni bilsa kerak, har ehtimolga qarshi belgilab qo'yapman. Bizga zaruriyat with wide ranging implications. Wide ranging degani xilma-xil ta'sirlari bor demoqchi. Wide ranging demak balkim bilarmiz, bilsak demak xilma-xil degani o'zbekcha yozib ko'ray. Xilma-xil deb. Demak juda bir xilma-xil ta'sirlari bor bizga, demak kerak narsa. It's not just endeavor. U shunchaki endeavor emas. Endeavor degani demak sa'y-harakat degani. Nima deyiladi? Sa'y-harakat, urinish. Urinib ko'rish degan ma'noda keladi. Hali an attempt bor-ku. Attempt, biror narsaga urinib ko'rmoq. Demak shu ma'noda keladi albatta. U shunchaki urinish emas. Nafaqat urinish, uni o'rniga demak instead u emas, ya'ni boshqa tomonlari ham bor demak. It involves o'z ichiga oladi both intrinsic and extrinsic benefits. U butun intrinsic degani ichki degani, ya'ni bu yer sayyoramizga oid, balki extrinsic tashqi, yer sayyoramizdan tashqari bo'lgan benefitlarni ham demak o'z ichiga olgan demoqchi. To humanity, odamlarga, odamzodga shunaqa bu ham o'sha ma'noda kelyapti. Xilma-xil foyda tomonlari bor demoqchi. Mana shu bitta paragrafda o'zidan mana shu so'zlarda, ya'ni akademik so'zlar o'rganib olishimiz mumkin. Necessityni bilamiz, wide ranging demak xilma-xil degani, endeavor sa'y-harakat, urinish degani. Yana qaysi so'z? Menimcha bo'ldi. Mana bu yerga tarjimasini yozib chiqdim. Buni o'zingiz uchun daftaringizga yozib qo'ying. Daftaringizga demak not qilib yozib qo'yish esdan chiqmasin. Va bu so'zlar odatda shunaqa akademik kontekstlarda juda ham ko'p takrorlanadi. Keyingi demak yaxshi tomonlarini gapirib ketyapti. Space exploration advances. Advance degani oldin ham uchratganmiz. Demak yaxshilamog'i bizni scientific understandingimizni yaxshi, ilmiy tushunchamizni yaxshilaydi. Demak mana shu paragraf shu ilmiy tushuncha haqida gap ketadi. At the core of our pursuit, mana zo'r fraza. At the core of our pursuit. Pursuit degani o'sha nimadir izidan borish. Space exploration izidan borishni at the core degani asosida, negizida nima yotadi? Humans lie degani yotmoq degani. Insonning bilimiga bo'lgan chanqoq yotadi demoqchi, qaranglar. Juda ham bir ajoyib nima deydi? Collocation deyiladi. Mana bu pastroq yozaman shu paragraf tagiga. At the core of demak something degan narsa bor. Nimaningdir asosiy sababi yoki omili deyishimiz ham mumkin. Eng asosiy sababi deyveraylik, eng asosiy sababi. Demak, space explorationga bo'lgan bizni qiziqishimizning eng asosiy sababi qayerda yotadi? Insonning bilimga bo'lgan chanqoqligida yotadi demoqchi. Thirsty demak chanqagan degan so'zdan kelib chiqqan o'sha. Demak, universe demak koinot with its galaxies, o'zining galaksilari bilan, stars yulduzlari bilan va planetalari bilan awaits bizni kutyapti. Nimani kutib turibdi? Our full understanding, bizni to'liq tushunishimizni kutib turibdi demoqchi. Ya'ni u yerda juda ham bir o'rganadigan narsalar ko'p demoqchi. Demak, awaits kutib turmoq degani buni bilamiz endi. Tak, menimcha hozircha bo'ldi. Mana by venturing into space, mana hozirgi o'rgangan so'zimiz. Fazoga, demak koinotga venture qilish orqali scientistlar, olimlar keyin utilize, ishlatmoq degani utilize. Nimani ishlatmoq? Multitude of, buni oldingi demak artikellarni ko'ramiz. Xilma-xil instrumentlardan foydalanadi deyapti. Such as, misol uchun
probes o'sha fazoga chiqadigan nima deydi? Kichkina fazo kemasi desa ham bo'ladi. Probalar deyiladi. Satellites, sun'iy yo'ldoshlar va state of the art telescopes. Qaranglar, state of the art. Juda ham ajoyib so'z. Bu eng zamonaviy degan ma'noda keladi bu. Demak, qarang, nima hop, tak. Nima qilamiz? State of the art o'zini belgilaymiz. Demak, state of the art degani eng zamonaviy akademik so'z. Bundan oldingi artikelda uchratilgan cutting edge so'ziga sinonim. Cutting edge so'ziga sinonim. Eng zamonaviy degani bu ham. Tak, buni belgilab qo'yamiz. O'sha state of the art eng zamonaviy teleskoplardan foydalanadi deyapti. They can gather data. Gather degani demak to'plamoq degani. Data ma'lumotlar to'playdi. Hop, ma'lumotlar to'playdi deyapti. Hop, buni bunday qilib ekanmiz. Ma'lumotlar to'playdi about celestial bodies. Gather deb birinchi yozib olaylik. Gather demak collect degani. Collect. Ya'ni bu to'plamoq. To'plamoq degani. Tak, buni mana bunday qilib belgilab qo'ysak osonroq bo'ladi. Demak, to'plamoq. Hop, nima haqida ma'lumot to'p? Data about celestial bodies. Bu juda ham ajoyib so'z. Celestial bodies qaysidir nimada uchratgandim. Qaysidir o'sha reading passage'lardan ko'rgandim shuni. Celestial bodies degani samoviy jismlar degani. Hop, samoviy jismlar. Ya'ni nima demoqchi? O'sha nimalar kiradi bularga? O'sha yulduzlar. Hop, yulduzlar, sayyoralar yoki nima deydi? Kraterlar desa bo'ladimi? Krater tushunasizlarmi? Ular koinotda suzib yuruvchi barcha bir toshlar hammasi celestial body deb ataymiz. Celestial bodylar haqida bizga ma'lumotlar to'playdi and investigate qiladi, o'rganadi. Universe, koinotni in natural states, tabiiy holida o'rganadi. O'zi qayerda bo'lsa, tabiiy holatda o'sha joyda o'sha biz tepada aytilgan o'sha har xil uskunalar, instrumentlar koinotda o'rganadi deyapti. Tak, exploring our solar systems, quyosh sistemamizni o'rganish va beyond it va undan tashqari nariyog'ini ham o'rganish. Not only, nafaqat, demak buni bilsa kerak. Not only so'zi nafaqat degani bu yoqda but also bilan sherik bo'lib keladi doim. Nafaqat deepens our comprehension. Nafaqat bizni tushunchamizni yaxshilaydi, chuqurlashtiradi. Ya'ni comprehension degani tushunish degani. Bilim degani. Demak, nima desa bo'ladi? Tushunishni yaxshilaydi. Tushunchani yaxshilaydi. Nafaqat yaxshilaydi. Nimani tushunchamiz? Kosmosda nafaqat kosmos bo'yicha bilimimizni yaxshilaydi, balki contribute significantly, sezilarli ravishda hissa qo'shadi. Nimaga? Advancements, rivojlanishlarga hissasini qo'shadi. In astrophysics and cosmology, astrofizika va kosmologiya fanlarida demak o'zini rivojlanishda o'zini katta hissasini qo'shadi demoqchi. Demak, umuman mana shu scientific understanding deb tushuniladi, ilmiy sohaga. Okay, space exploration plays a huge role. Demak, buni bilamiz. Huge role juda ham deyarli har safar uchratamiz. Juda ham katta rol o'ynaydi. Nimada? Expanding our understanding. Voy, bu ham ajoyib so'z. Expanding degani kengaytirmoq. Bizni tushunchamiz kengaytirmoq. Hozirgi so'zimizga sinonim so'z ekan. Mana. Alohida yozaymi? Alohida yozaray. Bu ham tushunchani yaxshilaydi degan ma'noda. Xo'p, tak. Of the universe, kosmosda o'sha fazoni haqidagi tushunchamiz yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. From studying planets, planetlar o'rganishdan tortib, to learning mysteries of black hole. Qora tuynuk deydi-ku, black hole. Qora tuynukni sir asrorlarini o'rganishgacha. Dark matter, o'sha qora tuynukdagi o'sha narsalar, matter degani o'sha jismlar ma'nosida keladi. Dark energy, o'sha yerdagi qora energiyani o'rganadi va other groundbreaking subjects. Groundbreaking degani juda bir zo'r, nima deydi? Olamshumul degan ma'noda keladi. Nima bo'ladi? Zo'r degan fanlarga, olamshumul.
oldin sodir bo'lmagan groundbreaking discovery so'z bilan ko'p ko'rganman. Discovery qavsishga olib qo'yaman. Kashfiyot degani olamshumul kashfiyot deymiz-ku, shu groundbreaking discovery bo'ladi. U shunaqalargacha demak nima qiladi? Tushunchamizni yaxshilaydi deyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ikkita paragrafni mana o'qib tugatdik va shuncha ajoyib so'zlar va collocationlar o'rganib oldik. Bu so'zlarda agar mos kelib qolganda writingingizda qo'llasangiz, bu kami C1 bo'lmasa C2, 8.5 balki o'sha 9li nimalarda sample answerlar o'qiganlaringizda shunaqa so'zlar uchratasizlar o'sha yerda. Tak, menimcha nima qilib qo'ydim, sal highlight qilib qo'ydim. Keyingisi, space exploration is opportunity to search for other habitats. Bu narsa imkoniyat ekan. Qidirib topishga boshqa habitatlarni. Habitat degani demak yashash joyi degani. Yashash joyida o'rganishga bitta imkoniyat demoqchi va alien life, ya'ni o'zga sayyoraliklar hayotini o'rganishga agar bor bo'lsa. Demak, o'sha haqida gap ketadi bunda. Demak, search for other potential habitats, boshqa bir ehtimoliy, potential degani ehtimoliy degani. Possible so'zga sinonim. O'sha bu joylarni qidirish va intelligent life, aqlli hayotni qidirish integral part. Demak, bu so'zga ham juda ham ko'p duch kelyapsiz. Ajralmas qismi. Space explorationning ajralmas qismi deyapti. Scientistlar, olimlar examine o'rganadi, atmosferani o'rganadi, exoplanets, o'sha fazodagi planetalarning atmosferasini o'rganadi va identify degani aniqlaydi. Nimani? Potentially habitable celestial bodies. Hozirgi o'rgangan so'zimiz mana. Ehtimoliy yashasa bo'ladigan sayyoralarni aniqlaydi deyapti. To determine, belgilash uchun. If degani o'sha mabodo bormi yo'qmi degan ma'noda keladi. Conditionlar exist. Sharoitlar bormi demoqchi. O'sha qanaqa sharoit? That could support life. Support life degan hayotni qo'llab-quvvatlaydigan o'sha sayyoralar bormi, condition sharoitlar bormi yo'qmi, shularni aniqlaydi deyapti. Beyond our planet, bizning planetimizdan tashqari. Beyond degani tashqari degani. Menimcha tushundik. Space exploration is also a chance. Shuningdek, bitta imkoniyat, yana aytayapti. To answer the question. Savolga javob berish uchun bitta imkoniyat. Qaysi savolga? Whether me yoki degani. Biz yolg'izmizmi? Qayerda? In the vastness of the universe. Bu fazoni, bu kenglik joyda biz yolg'izmizmi yoki if distant civilizations actually exist. Yoki o'sha uzoq degan distance degani o'sha distance masofasi o'ziga bog'liq narsa. Uzoq nima bormi? Civilization, uzoq joyda ham bir rivojlanishlar bormi? Ya'ni sivilizatsiya bormi? Endi sivilizatsiyani o'zbekchasiga tarjima qilishni iloji yo'q, men tushundilaring. Uzoq sayyoralarda ham shunaqa sivilizatsiya bormi yo'qmi? Shu savolga javob berishga bitta imkoniyat deyapti. It offers greater insight. U juda ham zo'r insightlar beradi. Insight degani g'oyalar yoki ma'lumotlar beradi desak bo'ladi. Xo'p, nima desak bo'ladi? Ma'lumotlar yoki o'sha g'oyalar beradi desak bo'ladi. Insightlar beradi. Bu insight bu IELTS olamida yo ingliz tilcha o'rganuvchilarida tilida bu tarjima qilinmaydigan so'z bu. Zo'r insightlar oldim dedi. Biror bir treningga qatnashsangiz yoki bir shunga o'xshagan bir vebinarlarda qatnashsangiz, biror narsa bo'yicha insightlar olasiz, o'zingiz bilmagan. Nimaga insightlar bor? Into the origin, kelib chiqishi va existence of life itself, hayotning kelib chiqishi va mavjudligi haqida demak yangi ma'lumotlar, g'oyalar beradi demoqchi. Menimcha shu yetadi. Demak, ko'rib chiqdik buni ham. Okay, next. Space exploration is a catalyst. Mana so'ziga qaranglar. Catalyst. For catalystni catalyst o'qilamda, esimda yo'q lekin. For developing technology, texnologiyani rivojlantirish uchun eng asosiy omil degani. Catalyst eng asosiy omil degani. Va economic prosperity, iqtisodiy gullab yashnash. Menimcha bilsak kerak. Yana ham agar eslayni chiqmasligi uchun yozib qo'yaveray shuni. Tak.
economic prosperity, iqtisodiy gullab yashnash, rivojlanish deganida xullas. Catalyst degani eng asosiy omil. Shu so'z bir ko'raylik. Hop, catalystmidi? Catalystmidi? Catalyst meaning. Tak, mana. Substance bitta bir modda deyapti. Increase rate of yo'q, bizga bo'lmas. Mana a person or thing birorta bir odam ham bo'lishi mumkin ekan yoki narsa qaysiki precipitates biror bir voqea hodisaga sabab bo'luvchi narsa. Precipitate sabab bo'lmoq degani. Misol berib qo'yibdi. The Prime Minister speech, o'sha Prime Ministerda o'sha bosh vazirning speechi, nutqi acted as a catalyst sifatida xizmat qildi demoqchi. Ya'ni eng asosiy omil bo'lib xizmat qildi. Nima uchun? For debate, muhokamalarga sabab bo'ldi demak. Muhokamalarga sabab bo'ldi demoqchi. O'sha umumiy act as a catalyst deganda sabab bo'lmoq deb tarjima qilsa ham bo'ladi shu so'zni. Mana bitta Cambridge lug'atda ham ko'raylikchi, ya'ni. Demak, mana an event or person that causes great change. Katta bir o'zgarishga sabab bo'luvchi narsa. Cause sabab bo'lmoq degan mana. Higher suicide rate, juda ham yuqori suicide ko'rsatkichi, ya'ni o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichi acted as a catalyst, omil bo'lib xizmat qildi for change, o'zgarishga in prison system. O'sha nima deydi, prison qamoqxona sistemasida demak o'zgarishga sabab bo'libdi shu narsa. Shu frazani olib yozib qo'ysak ham bo'lagan shu yerga. Tak. Ham qaranglar, mana o'qinglar, xuddi shu so'zga kelyapti. Challenges, qiyinchiliklari. Nimani qiyinchiliklari? Space exploration, space'ni o'rganish qiyinchiliklari act as a catalyst for. Mana xuddi shu biz qidirgan so'z shu yerda ham turibdi. O'sha hozir ko'rdikki, hammasi mana shu so'z bilan kelyapti. Copyright qilamiz buni. Bizga osonroq uchun shunaqa olamiz. Xo'p, tak. Act as a catalyst for something deylik. Yo'q, something. Tarjimasi nimagadir sabab bo'lmoq. Nimagadir olib kelmoq. Demak, space exploration nalari, challenge-lari, qiyinchiliklari sabab bo'ladi innovationga va drive qiladi. Drive degan undaydi. Nimani undaydi? Rivojlantiradi. Advancements, rivojlanishlar drive qiladi degani o'sha turtki beradi demoqchi. Drive turtki bermoq, undamoq. In the field, sohalarda, like misol uchun astrobiology and astrochemistry, shunaqa bir sohalarda rivojlanishlarga sabab bo'ladi demoqchi. Which leads to, bu narsa o'z-o'zidan sabab olib keladi. Cutting edge developments, biz ko'rgan so'z shu yerda ham bor mana. Cutting edge qayerda ko'rdik? Yozdik-ku qo'shimcha. Mana cutting edge degani. Eng zamonaviy degani. State of the art dan zamonaviy degani. O'xshash so'zlar bu yerda mana. Cutting edge developmentlarga olib keladi. With far-ranging implications, xilma-xil ta'sirlarga olib keladi demoqchi. Here on earth, bu yer sayyoramizda xilma-xil ta'sirlarga olib keladi mana. Bu so'zni ham tagiga yozib qo'yibman mana. Many scientific, ko'pgina ilmiy breakthroughlar. Voy, mana bu so'z ham juda ham zo'r so'z. Muhim kashfiyot degani. Kashfiyot yoki ixtiro deyish mumkin. Ixtiro. Invention yoki discovery desa ham bo'ladi. Juda ham muhim ilmiy kashfiyotlar have applications. Applicationlari bor, ya'ni ishlatiladi demoqchi. Across different qayerlarda, different industry, ko'pgina sanoatlarda demak ishlatiladi. Demak, bu breakthrough yuqorida aytilgan o'sha rivojlanishlar boshqa bir sanoatlarda ham application qilsa bo'ladi. Application degani qo'llamoq, amalda qo'llamoq degani. O'sha amalda qo'llanadi degan ma'noda keladi bu yerda. Turli xil sohalarda, industriyalarda
va benefit qiladi natijada society, jamiyatga umumiy tarzda, as a whole degani umumiy tarzda degani. Umumiy tarzda demak foyda beradi deyapti. As a whole degan birikmani gaplarni oxiriga shunaqa qilib qo'yib ketsa bo'ladi. Hop, tarjimasi shu umumiy olganda degan tarjima qilsa, umuman olganda societyga, jamiyatga ta'sir qiladi bu hamma rivojlanishlar. Hop, demak, mana bu so'zlar ko'rib bo'ldik va mana bu so'z juda ham zo'r so'z bo'ldi writingimiz uchun. Qo'llaymiz hali bularni. Breakthroughlarda, as a whole'larda. Okay. Next, GPS technology. GPS biladi hamma, navigator va as valuable boshqa bir qimmatli space explorationlarda spin-off'i. Spin-off degani natijalari, result degan ma'nosi bor bu yerda. Yoki o'sha tak. Bir ko'rib ko'raylik spin-offda yana. Qayta ko'raylik spin-off tak. Yozamiz spin-offs. Speak something of produce. Hop, bizga ot shakli kerak. Hop, mana spin-off now. A product that develops from another more important product. Yana bir boshqa bir produktdan kelib chiqqan product desa ham bo'lar ekan. Yana ma'nosi bormi ekan? Tak. Phrasal verb. Spin something off. Spin off. New business desa bo'lar ekan. Tak, menimcha shu ekan. Qo'shimcha narsa ekan, mana bu yerda birinchi ko'rgan ma'nosi shu ekan. Qani edi? Yo'q, bu ham emas. Product mana shu. Spin-offlar mana kelyapti-yu. Tadqiqot spin-offlari bo'ldi, ya'ni qo'shimcha bir kelib chiqadigan natijalari bo'ldi, boshqa bir medical equipment rivojlantirishda. Birorta bir mahsulot ishlab chiqaraman deb, bilmagan holatda boshqa bir yana mahsulotni kashf qo'yiladi, ixtiro qilib qo'yiladi. Shu narsani aytyapti. Demak, throughout history, tarix davomida numerous, bir nechta, juda ham ko'p degani. Texnologik produktlar, juda ko'p texnologik produktlar ishlatilgan o'sha produktlar demoqchi, narsalar, jihozlar, space exploration uchun ishlatilgan jihozlar, such as misol uchun cell phone kameralari, telefon kameralari, solar panels, quyosh panellari va emergency beacons, favqulodda holat radio beacon degani o'sha radio qurilmalar demoqchi. Yo'qolib qolsangiz, sizni topishga shu beacon yordam beradi. O'sha qurilmalar qaysi satellite texnologiyadan foydalangan qurilmalar demoqchi. O'sha hammalari have seamlessly degan to'xtovsiz ravishda, bilinar-bilinmas to'xtovsiz ravishda degani. Transitioned kirib keldi demoqchi. Into everyday technology ga aylandi. Bitta transition degani ga aylanmoq degani. Har kungi ishlatiladigan texnologiyalarga aylandi deyapti. Bu hammasi. Bu misol uchun solar panellar hozir ishlatamiz, emergency beaconlar o'sha paytda ishlatilgan, telefon kameralar o'shanda fazoni rasmga olamiz deb ishlatilgan, hozir hammada telefon bor. O'shalar hammasi transition into bo'lyapti. Transition ham ko'rib qo'yaylik qani, transition. Tak. Menimcha ga aylanmoq degani mana. Hop. Transition bizga o'zi kerak, fe'l shakli kerak. Demak, qaranglar, C2 so'z ekan. Endi bitta ot shakli. Tak, fe'l shakli. To change mana. To change from one form, bitta holatdan, demak, boshqasiga, bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi demoqchi. Transition from something to something, bir holatdan boshqa bir holatga o'tishi ekan bu. Tak, biz mana bu. Demak, o'sha paytda ishlatilgan texnologiyalar odatiy har kungi ishlatiladigan texnologiyalarga aylandi. Commonly odatiy ravishda ishlatiladi by most of us world's population. Demak, dunyoning ko'p odamlari, asosiy odamlar qismi tomonidan demak ishlatilyapti demoqchi. A prime example is bir misol keltiradigan bo'lsak, zo'r misol shuki deyapti. Global Positioning System, o'sha GPS xizmati demoqchi. Qaysiki relies on ga tayanadi, dan foydalanadi degan satellite navigationdan foydalanadi.
provide berish uchun location information, o'sha lokatsiya ma'lumotini berish uchun. Demak, hamma foydalanadi odatiy kun hayotimizda. Demak, originally created for space missions, dastlab space missionlar uchun yaratilgan bu GPS hozir become aylangan important part of our lives, hayotimiz muhim qismiga aylandi. O'sha narsa GPS influences ta'sir qiladi wide range of industries, juda ham xilma-xil sanoatlarga, sohalarga demak ta'sir qiladi, including misol uchun transportation, hamma transportda ishlatadi, and agricultureda ham ishlaydi, while o'sha bir vaqtda shuningdek offering precise location, aniq lokatsiyalar beradi demoqchi. Location based servislar beradi dunyo bo'ylab, demak qayerda nima borligini aniq aytib beradi demoqchi. Menimcha tushundik buni. Xo'p. Har bittasini tarjimasini aytib ketyapman. Iloji boricha yozib keting o'zingiz uchun. Keyingisi economic promise, iqtisodiy va'dasi demoqchi, iqtisodiy tomonlari bor demoqchi, iqtisodiy tomonlardan keladi. But ammo economic advantage, iqtisodiy yaxshi tomonlari, foydalari, space exploration iqtisodiy tomonlari go beyond, buni ham yuqorida ko'rdik, bilan cheklanib qolmoq degani. Bilan cheklanib qolmagan. Mere degani just degani, shunchaki texnologik advancementlar bilan cheklanib qolmagan. The growth of space travel industry, ya'ni nimaning o'sishi? Space travel, fazoga sayohatlar, hozir hamma sayohat qilaman, fazoga chiqyapti koinotga. O'shani growth, o'sishi, involving nimani? Both government space agencies, ya'ni davlatni fazo agentliklari va shaxsiy kompaniyalar, xususiy kompaniyalar bilan birga, demak, contribute qilyapti, hissa qo'shyapti job creationga, ish o'rni yaratishga va economic progress, iqtisodiy o'sishga o'z hissasini qo'shyapti. Ya'ni shunchaki texnologiya emas, o'sha economic promise dedik-ku, iqtisodiy tomondan ham yordam beryapti demoqchi. Demak, collaborative efforts, ya'ni hamkorlikdagi harakatlar between nimani o'rtasiga, private entities. Private entityni sizlarga tushuntirib beraman. Xususiy kompaniyalar desak bo'ladi. Xususiy korxonalar, firmalar, kompaniya deylik. Xususiy kompaniyalar bu bitta xususiy sektordagi o'sha hamma tashkilotlar, demak space exploration'dagi o'sha private xususiy kompaniyalar o'rtasidagi collaborative effort, ya'ni hamkorlik sa'y-harakatlari, drive competition. Drive so'ziga menimcha 3-marta duch kelyapmiz. Competition'ni rivojlantiradi, undaydi shu narsaga demoqchi. Competition'ga sabab bo'ladi va innovatsiyaga ham sabab bo'ladi. In the sector, o'sha sohada as a result, natijada bor bo'ladi. Technological advancements, texnologik rivojlanishlar bo'ladi. Qayski benefit, foyda beradi. Not only, nafaqat space missionlarga yordam beradi, balki turli xil various industriyalarga ham yordam beradi. Here on Earth, bu yer sayyoramizdagi degan. Menimcha not only'da yana duch keldik. Nafaqat space missionlarga, balki turli xil sohalarga ham, various industry, turli xil sohalar, industriyalarga ham yordam beradi. Menimcha tushundik. Okay, keyingisi space exploration service human survival. Demak, inson tirik qolish qiziqishlariga ham yordam beradi demoqchi. Survival haqida gap ketadi bu yerda. Despite degani ga qaramay. Earth's nature, demak, yerning xususiyatiga qaramasdan, nature degan tabiatiga qaramasdan, it's not impervious. Mana bu so'zga e'tibor beringlar. Impervious. Impervious degani o'sha nima desa bo'ladi? Tashqi celestial, ya'ni samoviy xavf-xatarlarga nima deydi? Mustahkam emas demoqchi. Impervious degani o'sha mustahkam yoki bir hech narsa ta'sir qilmaydigan degan ma'noda keladi-da. Resistance bo'ladi.
resistant. Resistant degani ya'ni ta'sir qilmaydigan. Ta'sir o'tmaydigan desa bo'ladimi? Nima deydi? Bu yerda not impervious, bir ta'siri o'tmaydigan emas. Ya'ni samoviy xavf-xatarlarga ta'siri o'tmaydigan emas. Ya'ni ta'sir qiladi. Yerda bir tabiatiga qaramasdan demak, samoviy xavf-xatarlar ham ta'sir qiladi demoqchi. That qaysiki have the potential, potensiali bor, bo'lish ehtimoli bor. Catastrophic consequencelar, katastrofik yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin deyapti. On human life, inson hayotiga. As we know, biz bilganimizdek. Bu yerda aytmoqchi o'sha katta bir samoviy katta toshlarli dinozavrlar yo'q bo'lib kelishiga sabab bo'lgan shunaqa katta toshlar kelib urilishini aytyapti. One crucial aspect, bitta asosiy jihati, space exploration bir asosiy tomoni jihati identification, aniqlash degani va monitoring. Monitoring degani nazorat qilish. Nimani nazorat qilish? Near Earth objects. Yerga yaqin keladigan obyektlar. Ya'ni NEOS deb atasak bo'ladi. Misol uchun asteroidlar, o'sha aytilgan, kometalar, that qaysiki could pose a risk. Xavf tug'diradi degan, pose a risk. Xavf tug'diradi, bizni sayyoramizga xavf tug'diradigan, demak, asteroidlarni nazorat qilish va aniqlashda, demak, space exploration asosiy tomon ekan. Demak, xavf-xatar tug'dirmoq degani. Impose a risk. Bu pose so'zi ham juda ham ko'p so'zlar bilan keladi. Misol uchun, mana bu yerga yozsang bo'ladi. Pose a challenge. Challenge qiyinchilikka sabab bo'ladi. Pose a problem desa bo'ladi. Bir muammoga sabab bo'lmoq degan ma'noda keladi. Shunaqa holatlarda keladi. Developing, rivojlantirish, capability, demak, imkoniyatlar degani, qobiliyat degani, imkoniyatlarni rivojlantirish. Nima qilish uchun? Detect, aniqlash uchun, track, izidan borish uchun, ya'ni izini topish uchun va potentially va ehtimoliy ravishda mitigate the impact, ta'sirini kamaytirish uchun demoqchi. Mitigate impact degan ta'sirini kamaytirmoq, buni oldingi, demak, artikellarda uchratgandik. Yana bir yozib ko'raylik. Ta'sirini demak, kamaytirmoq degani. Ta'sirini kamaytirmoq degani. Nimani? NEOS, yerga yaqin keladigan o'sha asteroidlarni o'sha rivojlantirish plays a crucial role, muhim rol o'ynaydi in defense strategies, himoya qilishda. Demak, yer sayyorasini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi deyapti. Demak, exploration provides us, bizga beradi, ta'minlaydi bizni tools, o'sha jihozlar bilan, space resources, o'sha fazo resurslari bilan va knowledge, bilimi bilan ta'minlaydi. Nima qilish uchun? To protect our planet, biz sayyoramizni himoya qilish uchun. Nimadan? From the dangerous, xavf-xatarlardan. That qaysiki exist degani mavjud degani. Qayerda? In the vastness of space. O'sha fazoni, o'sha kengliklarda, fazoda mavjud bo'lgan xavf-xatarlardan himoya qilish uchun, demak, o'sha bilim, o'sha umuman hamma narsa bilan ta'minlaydi deyapti. Buning uchun biz fazoni o'rganishimiz kerak deyapti. Menimcha tushundik. Bu yerdagi so'zlarni o'z uchun o'rganib oling. Hammasi yuqori high level vocablar bular, hammasi. Keyingi yaxshi tomoni potential va colonization. Kolonizatsiya degani egallash degani. O'sha bir Marsni egallaymiz deyapti-ku. Exploration efforts, exploration sa'y-harakatlari shuningdek degani give humanity, insoniyatga beradi, opportunity, imkoniyat beradi, to establish, barpo qilishga, presence barpo qilishga, beyond our planet, biz sayyoramizdan tashqari joyda nima deydi? Presence degani hayot, mavjudlik degani. Mavjudlik tashkil qilishga, demak, imkoniyat beradi deyapti. O'sha hayot qurishga demoqchi bu yerda. As degani, buni writinglarda ham ko'rganmiz. Bu narsa qilgani sari deb tarjima qilamiz. As population continues to grow, aholi o'sgani sari,
Earth's resources, yerning resurslari become more and more strained. Yerdagi resurslar strained bo'ladi. Strained degani press degani o'sha bosim tushadi degani. Xo'p, misol uchun qanday yo'lsa bo'ladi? Strain misol uchun qisqacha yozsa bo'ladi. Demak, shu so'zni ham, shu gapni olaylik mana bu yerga. Juda ham ajoyib collocation. Yer sayyorasidagi resurslar more and more tashlaylik, qisqaroq tushunarliroq bo'lishi uchun. Resurslar to'g'ri yozdimmi? Resurslar become bo'ladi, strained bo'ladi. Unga kuch keladi demoqchida, bosim tushadi. Resurslarga bosim tushmoq. Qiyinchilik tushadi degan ma'noda keladi. Endi umuman qaraganda resurslar kamayadi demoqchi. Bu yerda o'sha dunyo aholisi o'sgani sari va yerdagi resurslar o'sha kamaygan sari idea of colonizing space, space egallash g'oyasi demak must evolve. Evolve degani rivojlanmoq, shakllanmoq degani. Evolve ham yozib qo'yaylik. Bu ham high level so'zi, ko'p duch kelinadi. Biri rivojlanmoq, shakllanmoq. Ya'ni nima bo'lib shakllanadi? From being merely a dream, shunchaki merely degani just degani, shunchaki orzu bo'lib qolishdan ko'ra o'sha rivojlanadi. Nima bo'ladi? Potential solution, ehtimoliy yechim bo'la oladi. Nima uchun? For ensuring kafolat berish uchun long term survival insoniyat of species. Bizni insoniyatni, our species degani bizni nima deydi? Species degani jonzot deganida. Shu inson zotini uzoq muddatli yashab qolishiga, survivaliga yechim bo'lishi mumkin demoqchi. Perhaps ehtimol one day bir kun biz we might see a space settlement. Biz space settlement ko'rishimiz mumkin. Space settlement degani fazodagi yashash joyi degani. Tak, buni belgilab qo'yamiz. Fazodagi demak yashash joyi. Settlement degani o'sha joy degani, inson yashaydigan joy degani. On Mars, Marsda demak ko'rishimiz mumkin deyapti yoki as environment boshqa bir muhitda that o'sha could be made hospitable to human life. Insoniyat uchun demak hospitable bo'ladigan, mehmondo'st degani. Ya'ni odam yashasa bo'ladigan degan ma'noda ishlatilyapti. Hospitable degani do'stona degani bilamiz. Okay, next. By learning, qaranglar, shu artikel o'qish davomida ham siz grammatikaga e'tibor berib ketishingiz kerak. Gaplarni qanday tuzyapti? Misol uchun by mana shunday predlog bilan boshlasak ham bo'ladi. Learning how to live, nimadir qilish orqali, qanday yashashni o'rganish orqali, qayerda space environments, o'sha fazodagi muhitda qanday yashashni o'rganish, such as misol uchun International Space Station, o'sha xalqaro kosmos stansiyasida misol qilib beryapti. O'sha yerda yashashni o'rganish orqali va other spacecraft va boshqa bir spacecraft, fazo kemalarida yashashni va tilim aylanmay qoldi. O'rganish orqali we can gain important insight. Biz juda ham muhim bo'lgan g'oyalar yoki ma'lumotlarga ega bo'lamiz deyapti. Into qanaqa ma'lumotni? The challenges of sustainable space life. Ya'ni fazodagi sustainable degani hayot bilan ta'minlanadi, ya'ni hayot davom etadigan, davom etishni demak qiyinchiliklarini bo'yicha xabardor bo'lamiz. O'sha challengeslar haqida biz insightlar olamiz demoqchi. O'sha yerda yashash orqali. Qanaqa insightlar? Misol uchun such as managing resources, resurslarni boshqarish, discovering how human body can remain healthy, aniqlash qanday qilib inson tanasi healthy turib saqlanib qola oladi. Healthy qoladi in space environments,
fazodagi o'sha muhitda va buni natijasi nima bo'ladi? Creating support systems. Demak, yaratiladi, hayotni qo'llab-quvvatlovchi sistemalar yaratiladi demoqchi. Va being responsible stewards of our environment. Bizni environment, bizni o'sha muhitimizni mas'uliyatli steward degani bilasizlar, hali xizmat qiluvchi inson deganida. Biz muhitimizni, o'sha atrof muhitimizni mas'uliyatli xizmatchisiga aylanamiz demoqchi bu yerda. Hammasi o'sha fazoda yashashni haqida gap ketdi hozir. Hopefully degan shu hope so'zidan olingan, umid qilamizki demoqchi. These lessons, bu darslar for space explorers, fazoni o'rganuvchilar uchun can also be applied, qo'llanilishi mumkin degan application dedik-ku. Let's be applied degani qo'llanilmoq degani. Belgilab ketaylik. Qo'llanilmoq. Back on Earth, yerga qaytib kelganda ham, yerda ham qo'llanilishi mumkin deyapti. To avoid qilish uchun, uzoqlashish uchun yoki qochish uchun. Further catastrophes, boshqa bir qo'shimcha bir katastrofalardan qochish uchun. By interactions with other countries, boshqa bir davlatlar bilan o'zaro muloqotda. Demak, be applied degani qo'llamoq degani las kalom. Tak. Las mashq yozib turaverib, qo'llamoq degani. Interaction degani bilamiz, o'zaro muloqot, aloqa degani. Boshqa davlatlar bilan boshqa bir muloqot qilayotganda katastrofalardan oldini olish uchun shunaqa bir darslar olsak bo'ladi demoqchi. Qanday qilib yashab qolish, bir urush paytlarini nazarda tutib aytyapti keling. Strain so'zga e'tiborli bo'linglar. Biror narsaga nima qilish, yuk tushish, ya'ni bosim berish degani. Tak. Keyingisi. Space exploration foster qiladi. Foster degani shakllantiradi, rivojlantiradi. International cooperation, xalqaro birga ishlash, cooperation degani birga ishlash va trust, ishonchni demak rivojlantiradi, shakllantiradi demoqchi. Because gapni boshida kelsa chunki deb tarjima qila olmaymiz, qiyin chunki. Buni o'rniga biz sababli deb tarjima qilishimiz mumkin. Qaranglar. Space exploration is collaborative. Space exploration collaborativligi sababli. Collaborative degani hamkorlikda ishlaydigan degani. Space exploration, bitta space fazoni o'rganish bitta bir davlatga qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun u boshqa davlatlar hamkorlikda ishlasa osonroq bo'ladi. Collaborative bo'lganligi uchun u foster cooperation deb o'qiymiz. Birga ishlashga foster qiladi, rivojlantiradi va diplomatiyani rivojlantiradi between different countries, turli xil davlatlar o'rtasida. Geopolitical tension degani tarangliklar, o'sha muammolar demoqchi. Geopolitical degani o'sha hududdan kelib chiqadigan muammolar. Maka yozsak bo'ladi, men pastroq shu ekan. Tension degani taranglik degani o'zi asli. Bu yerda o'sha muammolar ma'nosida kelyapti. Geopolitical muammolar often, ko'pincha dominant, boshqaradi, relation, aloqalarni boshqaradi between different countries, turli xil davlatlar o'rtasida o'sha geopolitical muammolar, davlatlar o'rtasidagi aloqani o'shalar belgilab beradi, boshqaradi. Ammo space missionlari, fazoni mission degani topshiriq degani. Fazoni o'rganish uchun qilinadigan topshiriqlar requiring, talab qiladi, joint efforts, ya'ni qo'shma sa'y-harakatni, sa'y-harakat degani. Joint degani ikkita yoki uchta davlat birga qo'shilib harakatlanishini talab qiladi. Mana two or more countries va umumiy o'sha narsalar can bring them together, birlashtiradi. Chunki they pursue, ular izidan boradi, common goal, umumiy maqsadlar yo'lida birgalikda ketadi demoqchi. Pursue'ni bilsak kerak, izidan bormoq yoki o'sha goalni orqasidan ketish degani. O'sha maqsadida harakat qilish degan ma'noda kelyapti. International Space Station, misol qilib aytadi. For example,
xalqaro kosmos stansiyasi involves o'z ichiga oladi collaborationda birga ish hamkorlikni o'z ichiga olar ekan with space agencies space agentliklarini from United States AQShdan Rossiyadan Yevropadan Yaponiya Kanadadan bo'lgan o'sha fazoni o'rganadigan agentliklarda collaborationini o'z ichiga oladi, ya'ni hamkorlikda ishlashadi. All of these agencies, bular hamma agentliklar must work together, birga ishlash kerak. International partnershipda xalqaro hamkorlikda ishlash kerak. To maintain saqlab qolish uchun a continuous doimiy insoniyatni presence borligini, fazoda insoniyatni borligini saqlab qolish uchun ular birga ishlashi kerak deyapti. International partnership degani xalqaro hamkorlik degani bu ham. International cooperation degani. Maintain saqlab qolmoq degani. Demak, buni bilsak kerak. Haylatib qo'yapman har ehtimolga qarshi. Okay. Participating in projects, proyektlarda qatnashish for exploring space, o'sha fazoni o'rganishdagi, demak, proyektlarda qatnashish goes beyond, bir 4-marta duch kelyapmizmi? Bilan cheklanib qolmagan demoqchi. Just mere degan just scientific cooperation. Lekin bu narsa o'sha ilmiy demak hamkorlik bilan cheklanib qolmagan demoqchi. Bundan tashqari yana qanaqadir jihatlari bor demoqchi. It also helps, u shuningdek yordam beradi. Build qurishga, trust qurishga, ya'ni ishonch qurishga yordam beradi among nations. Turli xil millatlar o'rtasida va facilitate qiladi the exchange of expertise. Mana buni yozmasak bo'lmaydi. Facilitate degani belgilab qo'yganmiz mana. Facilitate degani sharoit yaratmoq degani. Sharoit yaratmoq yoki imkoniyat bermoq degani. Imkoniyat beradi exchange qilishga, almashinishga, nimani? Expertise almashinishga. Bu ham bir juda ham high level so'z bu ham. Expertise. Bilim degani, malaka degani. Expertise degani, xolos, bilim yoki malaka, knowledge so'zga sinonim qilsak bo'ladi. Va bilim malakalarni almashtirishga sharoit yaratadi va promotes peaceful collaboration, va promote degani ham facilitate'ga o'xshagan. Sharoit yaratmoq, qo'llab-quvvatlamoq degani. Demak, peaceful tinch hamkorlikka sharoit yaratadi, qo'llab-quvvatlaydi. Va that will, bu narsa ultimately eng asosiysi benefit, foyda beradi next generation of humanity, insoniyatni keyingi avlodiga demak yordam beradi. Mana bu collocation ham o'rganib qo'yaylik, juda ham zo'r. Va bu narsa ultimately, oxir oqibatda degan ma'noda tarjima qilsak bo'ladi. Bu so'zlar menimcha o'rganib olyapmiz. Facilitate ham writingimizga qo'llasak bo'ladi. Expertise ham qo'llasak bo'ladi. Bilim, malaka degani. Demak, collective experience, hamkorlikdagi o'sha tajribalar of venturing into vastness, venture into ni bilamiz endi. Sayohat qilish, borish, vastness of space, spacega sayohat qilish, brings people together, odamlarni birlashtiradi. Bu so'zni o'rgandik va it gives them a purpose, va odamlarga purpose beradi. Birorta bir maqsad beradi. Regardless of their political and cultural differences, ularning siyosiy va madaniy farqlariga qaramasdan, regardless of degani ga qaramasdan degani. Yoki o'sha farqi yo'q uni, political yoki cultural xilma-xilligini farqi yo'q degani u. Regardless of. Tarjimasi demak ga qaramay deb tarjima qilsak bo'ladi. Rossiya moqchiyatda odamlarni siyosiy kelib chiqishlari farqiga yoki madaniy farqiga qaramasdan umumiy hammasiga purpose beradi deyapti. Odamlarni birlashtiradi deyapti. Umuman fazoga chiqish. Regardless of ham demak writing uchun yoki speaking uchun, ingliz tili uchun juda ham so'z, juda ham ko'p takrorlanadigan, duch kelinadigan so'z.
Okay, next. Exploration of outer space inspires us to improve ourselves. Bizni inspire qiladi, ruhlantiradi degani. O'zimizni yaxshilash uchun, insoniyatni o'zini yaxshilash uchun ruhlantirar ekan. Okay. Demak, exploration of space, demak, insoniyatda birga ishlashi, showcase degani ko'rsatmoq degani. Ommaga ko'rsatmoq degani, u ko'pchilik turgan bo'lsa, o'shalarga showcase qiladi. Ular show degani. Show degan ma'no keladi. Insoniyatni curiositysini showcase qiladi. Insoniyatni qiziqishini ko'rsatib beradi demoqchi va determinationni ko'rsatadi. Determination degani nima bo'ladi? Qat'iyatini, biror narsaga erishish uchun qat'iyatli bo'lish kerak inson. Shuni beradi. Yozib ko'ray. Determination. Demak, qat'iyat. Insonni qat'iyatini showcase qiladi. Insoniyat qiziqishini showcase qiladi, ko'rsatadi. Determinationni ko'rsatib beradi. To conduct research, ya'ni bir tadqiqotlar o'tkazishga va overcome challenges, muammolarni yengib o'tmoq degani. Overcome challenges. Bu ham bizga juda ham kerakli so'zlardan biri. Writinglarimizga rosa ham kerak bo'ladi. Demak, overcome challenges degani, demak, muammosi bo'ladi. Muammolarni yengib o'tmoq degani. O'tmoq. Muammolar yengib o'tishdagi o'sha qat'iyatimizni ko'rsatib beradi, deyapti. New technologies, yangi texnologiyalar in space race, fazo poygasida, fazoga chiqish poygasidagi yangi texnologiyalar, such as, misol uchun, Apollo moon landings, ya'ni oyga qo'ngan o'sha proyektning nomi, yoki James Webb Space Telescope, o'sha bu ham bitta o'sha texnologiyani aytyapti, teleskop, robotic spacecraft, robot fazo kemasi, bular hammasi deyapti. Yana Space Shuttle program, fazoga marshrut programmasi, odamlarni olib chiqib kelish programmalari va construction barpo qilinishi, qurilishi, nimani? International Space Station'ni qurilishi, bular hammasi chiziqcha bilan izohlab ketadi. Not only, yana duch kelyapmiz, bu ham writing uchun eng ajalmas qismisi bo'ladi-da buni. Nafaqat demonstrate ko'rsatadi, capabilities, qobiliyatlarini ko'rsatib beradi. Human innovation, insoniyat innovatsiyasini, qobiliyatlarini nafaqat ko'rsatadi, but also, balki left, qoldiradi, everlasting impact on all of, bizni hammamizda tugamaydigan yoki doimiy ta'sir qoldiradi, ya'ni hammamizga esimizdan chiqmaydigan darajada ta'sir qoldiradi, ta'sir qiladi demoqchi. Umuman o'sha insoniyatda o'sha qiziqishi, curiosity, determination haqida gap ketyapti. For everyone, hamma uchun, iconic image, ya'ni iconic image degani juda ham zo'r rasm degani. Of Earth, bir yer sayyorasining bir iconic image, as seen from space, fazodan ko'rinishi, with the aid of, yordamida degan, bu kalaga ishni ham olib qo'yaylik, juda ham zo'r so'z. Demak, nimaningdir yordamida degani. With the help of deymiz-ku, o'shani sherigi mana shu. With the help of, yoki buni sherigi bor, by means of ham bo'ladi shuni. Nimaningdir yordamida. Ning yordamida deb qo'yay, o'zbekchasini yozib qo'yay. Nimaningdir yordamida olingan demoqchi. Advanced technology yordamida olingan. Demak, o'sha iconic image instilled a sense of interconnectedness. Bu yerda instill degani ongimizga singdirmoq degani. Nimani? Hissiyotni ongimizga singdirmoq degani. Interconnectedness, ya'ni umumiy bog'liqligimiz, ya'ni bitta sayyorada yashashimizni va environmental awareness, atrof muhit bo'yicha ogohligimizni ham, demak, bizga instill qiladi, ya'ni bizni ongimizga xabardor qiladi demoqchi. Through satellite imagery, o'sha satellitda olingan rasm orqali,
We developed, biz shakllantirdik. Greater appreciation, yaxshiroq bir appreciation qilishimizni, ya'ni nimasi bo'ladi? Appreciate, ya'ni yoqtirishimizni desak bo'ladimi? Qadrlashimizni shakllantirdik. Ya'ni o'zi bu yerni go'zalligini qadrlashni bir shakllantirdik. O'sha yerda yuqoridan sun'iy yo'ldosh orqali rasmi bo'lmaganda biz yerda bir qadrlamaslik degan ma'noda aytyapti. Develop greater appreciation, bu ham ajoyib collocation ekan. Investing in space exploration, space explorationga invest qilish, ya'ni pul kiritish. Sends a message to society. Jamiyatga bir xabar yuboradi deyapti, xabar beradi. Nima haqida? About potential within each individual. Har bitta odamni ichidagi potensial haqida xabar beradi demoqchi. Ya'ni umuman odam o'zida bilmagan potensialini ko'rsatib beradi demoqchi. Obstacles, bu so'z menimcha duch kelganmiz oldin ham. Qiyinchiliklar degani, to'siqlar degani. Barrier degani. Obstacle degani, demak yozib qo'yaylik. To'siqlar. Muammolar deganida sinonim qilib barriers deb bo'ladi. To'siqlar. Involved with space travel, o'sha spacega sayohat qilishni to'siqlari require talab qiladi. Qualities, qanaqadir bir qualitylarni talab qiladi. Ya'ni insonni xarakter, ya'ni sifatlar, inson sifatlarini talab qiladi. Misol uchun qanaqa sifatlar talab qiladi? Creativity, ya'ni bir kreativ bo'lishlikni, critical thinking, tanqidiy fikrlashni, problem solving skills, muammoni yechish bo'yicha mahoratlarimizni talab qiladi va perseverance. Bu so'zga qaranglar, qanaqa so'z bu? Perseverance. Bu ham qat'iyatlilik degani. Persistence degani. Demak qat'iyat yoki to'xtamaslik xullas. To'xtamaslik. Persistence yoki determination ham bo'ladi. Bular hammasi bir-biriga o'xshash so'zlar. Qat'iyat, to'xtamaslik, o'shanaqalarlik, bir muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz yana bir qayta tura olishingiz, mana shu perseverance bo'ladi. Va attributlar, inson jihatlari degan bu ham. Inson jihatlarini talab qiladi. That are qaysi all crucial, hammasi juda ham muhim for addressing social, economic, national security problems. Address degani demak muammoni yechmoq degani. Qanaqa? Ijtimoiy, iqtisodiy va milliy demak xavfsizlik muammolarini yechadi demoqchi. Faced by humanity, insoniyat tomonidan demak duch kelingan. Address degan so'zni o'rganib qo'yaylik. Misol uchun address misol uchun social and economic problems deylik mana. Buning tarjimasi muammoni yechmoq degani. Muammoni hal qilmoq. Qanaqa muammo? Ijtimoiy muammo bo'lishi mumkin. Buni qavsga olib qo'yaman endi. Qanaqa muammolik bo'lsa, shu yerga sifatini qo'yib yozib ketaverasiz. Muammoni hal qilishda demak muhim demoqchi. Demak insoniyat uchun ham demak foydali demoqchi. Bu so'zlarni o'rganib qo'yishimiz shart. Mana muammoni hal qilmoq degani overcome challenge desa, yengib o'tmoq yoki hal qilmoq degan bo'ladi mana. Keyingisi oxiriga yetib qoldikmi? Ozgina qolibdi. Xo'p, qancha vaqtimiz bor hali? 1 soatdan o'tdi, yana bir 10 minutlarda tugatib qolsak kerak. Demak, exploring space fazoni o'rganish foster qiladi, ya'ni aytik shakllantiradi. Societal values, jamiyatdagi valuelar, qadriyatlarni shakllantiradi. That will benefit humanity, bu insoniyatga foyda keltiradigan demoqchi. Yana by bilan boshlayapti. By creating a culture, bir madaniyat yaratish orqali, qanaqa madaniyat? That embraces, qabul qiladigan, space explorationda as important deb qabul qiladigan deyapti. Demak, embrace qayerga oxirroq yozamiz endi. Tak.
Embrace something degani nimanidir qabul qilmoq yoki deb bilmoq. Mana bu yerga o'sha ma'noda ham keladi-da. As bilan demak qo'shib qo'yamiz adjective, mana shunaqa holatda keladi. Demak important deb qabul qiladigan, ya'ni space fazoni o'rganish muhim deb qabul qiladigan bir jamoa culture yaratish orqali we can biz qila olamiz develop a society, biror bir jamiyat shakllantira olamiz. Qanaqa jamiyat? Values education, ta'limni qadrlaydigan jamiyatni shakllantira olamiz. Innovatsiyani qadrlaydigan va relentless pursuit, to'xtovsiz izlanishni of knowledge, bilimni izlaydigan o'sha izlanishni qadrlaydigan jamiyat yarata olamiz demoqchi. Relentless degani to'xtovsiz degani. To'xtovsiz, shuni ham yozib qo'ying. To'xtovsiz. Tak. It creates a groundwork. U groundwork yaratadi. Mana bu so'z qaranglar. Sharoit yaratadi degani qisqasi. Asos yaratadi desak bo'ladimi? Groundwork, asos yoki poydevor-da o'zi. Poydevor qo'yadi deylikmi? Qo'yadi, yaratadi deb qo'yaylik uniga. Yaratadi. Poydevor yaratadi deyapti. For future, kelajak uchun. Where, u yerda, qaranglar. Kelajak uchun poydevor yaratadi va o'sha kelajakda humanity pushes boundaries, chegaralarni suradi, ya'ni chegaralarni yana ham rivojlantiradi va makes important achievements, juda ham zo'r achievementlarga erishadi. Achievement degani yutuqlarga erishadi demoqchi. Pushes boundaries degani nima deydi? Zonadan chiqishda, chegaradan chiqish, ya'ni comfort zonadan chiqib yana ham bir rivojlanib ketish ma'nosida keladi. Additionally, qo'shimchasiga exploration of space-ni o'rganish will inspire qiladi, ya'ni ruhlantiradi, future generation, kelajak avlodni ruhlantiradi. Children and young adults, bolalar va kattalar growing up, o'sayotgan, qayerda o'sayotgan? In a world, qanaqadir bir dunyoda o'sayotgan, qanaqa dunyo? Touched by wonders of space. Grammatikani ham qaranglar. In a world touched by wonders of space exploration. Space explorationda ajoyibotlari bilan, demak, touched by degani o'shanaqasi nima deydi? Touch qilingan, nima desa bo'ladi? O'sha narsa bor bo'lgan demoqchi-da. Space explorationda ajoyibotlari kirib kelgan dunyoda yashayotgan yoshlar, bular hammalari va human space flight, insoniyat fazoga uchishi, o'sha bolalar are far more likely, juda ham ehtimoli bor degani bu birikmani tarjimasi, be captivated bo'lish ehtimoli bor by fields like science, technology, engineering, mathematics. Captivated by degani excited deganida. Excited. Hayratda qolmoq degan ma'noda keladi. Amazed desa bo'ladimi? Amazed by yoki nima desa bo'ladi? Excited by demak, o'shalar demak yuqori ehtimol bilan shunaqa bo'ladi kelajakda demoqchi. Captivated bo'lgandan keyin ular inspired bo'ladi. The impact of space program, space programmani ta'siri va space explorationning ta'siri, qayerga ta'siri? Ta'limga ta'siri profound, juda ham katta degani. It can inspire, u ruhlantira oladi studentlarni dream big, ya'ni juda ham katta orzular qilishga, think smart, aqlli fikr yuritishga va pursue degani nimadir izidan borish, o'rganish. Private sektor, xususiy sektor yoki jamoat sektoridagi karyeralar, kasblarni izidan borishga, demak,
ruhlantiradi ularni demoqchi. Va Z degani o'sha karyeralar contribute to the advancement of knowledge. Bilimni rivojlantirishga hissasini qo'shadi va texnologiyani rivojlantirishga ham demak o'z hissasini qo'shadi. Mana shu tarjimasini aytib ketyapman, o'zingiz uchun yozib keting. Keyingi space exploration is like embarking on a journey. Buni so'zi yuqorida duch keldik. Embarking start a journey. Birorta bir safarni boshlashga o'xshaydi demoqchi. Like qo'yib qo'yapman. Nimadirga o'xshaydi? Self discovery, o'zini o'zi kashf qilishga o'xshaydi demoqchi. It's an opportunity, bu bitta imkoniyat to understand our role. Bizni rolimizni tushunish uchun in the universe, bu fazoda borliqdagi insoniyat rolini tushunishga imkoniyat demoqchi. Va it's a testament. Bu bitta isbot dalil degani bu testament. Yozib ko'ramiz endi buni. Isbot dalil. Bu bitta dalil ekan. To the unwavering human spirit of curiosity and determination. Curiosity determination yuqorida duch kelganmiz. Unwavering degani nima desa bo'ladi? Bir to'xtab qolmaydigan yoki kuchsizlanib qolmaydigan degan ma'noda keladi-da. To'xtovsiz, o'zgarmaydigan. O'zgarmaydigan-ni tushunasizlarmi? Kuchsizlanmaydigan, xullas. Xullas kalomaki yozamiz shuni. Kuchsizlanmaydigan, doimiy degani doimiy bo'ldimi? Doimiy yoki o'zgarmaydigan desa ham bo'ladi-da. O'zgarmaydigan demak insonni ruhi, nimani ruhi? Curiosity, qiziqishi va qat'iyatini bitta bir isboti demoqchi. Mana shu narsa. As we continue to study, biz o'rganishni davom etganimiz sari other planets, boshqa sayyoralarni, in our solar system, bizni quyosh sistemasidagi boshqa sayyoralarni o'rganishni davom ettirganimiz sari yoki qayernidir yoki yana nima qilganimiz sari marvel at degani ajablanmoq degani, hayratlanmoq degani. Hayratga tushamiz demoqchi rasman yerga. Hop. Marvel at degani o'zbekcha yozib ko'ray endi. Hayratga tushmoq. Hayratga tushamiz. Nimada? Beauty of night sky, kechki osmonni chiroyidan hayratga tushamiz deyapti. Contemplate. Contemplate degani the universe, bitimmi? The universe of mysteries. Contemplate fikr yuritmoq degan ma'noga kelyapti shekilli. Menimcha shunaqa edi. Fikr yuritmoq degan ma'nosi bor edi buni. Contemplate something. Ko'rib qo'yaylikmi? Qancha vaqt bo'ladi? Ular tushunmoq degani, fikr yuritmoq degani. Contemplate the universe's mysteries. Borliqni sir sinoatlari haqida fikr yuritish. That are yet to be discovered. Va bu narsa hali kashf qilinmagan. Yet to be discovered degani hali kashf qilinmagan degan ma'noda keladi. Yet to degan birikma bor. Hali kashf qilinmagan, endi qilinmagan deb tarjima qilinadi. Hali kashf qilinmagan sir sanoatlarini haqida fikr yuritish. Contemplate o'zingiz lug'atda ko'rib ko'ring. Fikr yuritmoq degan ma'nosi bor lekin. Fikr yuritmoq, ya'ni o'ylamoq degani-da. Think of yoki o'sha consider shunaqa ma'noda kelardi. Venturing into space, fazoga safar qilish is a transformative endeavor. Endeavor ham bilik, sa'y-harakat, bir o'zgartirib boruvchi sa'y-harakat. That aims to improve humanity. Va bu narsa insoniyatni demak yaxshilaydigan, demak sa'y-harakat demoqchi. Tak, menimcha hammasini ko'rib chiqdik, o'qib chiqdik. Bu so'zlarni o'zingiz uchun o'rganing. Shu videoda qolib ketmasin. Daftarga o'zingiz uchun bir notebookingizga yozib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Va qaysi bularda bir shu mavzu bo'yicha essay yozganimizda shulardan olib, g'oyalardan va so'zlardan olib foydalanamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Iloji bo'lsa 2 martadan ko'ringlar bu videoni. Shu so'zlar qayta miyangizda aylanadi. So'z boyligingiz oshadi.